Instagramdan klientimiz kelyapti mana. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsiz? Aka tovar olib qolar ekansiz qimmat narxda, lekin Instagramingizni ko'rdim aka, u g'alati narsalar nega? Kontentda endi aka. Siz blogermisiz, kontent qilasiz. Bo'pti, ko'ringlar aka. Normalniy narxda olib qolsangiz ko'rsataman, brat. Bo'ldi, olib qolamiz, normalniy bo'lsa. Bitta ko'ring, brat. Tovar bitta ko'ring bo'ldi aka. Unaqa urinib yormagan tovar, ozgincha joy bitlagan faqat, brat. Bo'ldi, ko'ramiz. Ko'ring. Narx ayting ko'rib. Normalniy aka, bitta sezon kiyilgan. O, manplar teshilib ketibdi-yu, buni chiqib ketibdi. Bu akani shim bilan bilmayman, tortilganda ozgincha yirtilgan bo'lishi mumkin. Atak normalniy. Manplaricha voshye teshilgan. Yo, bu o'sirganmiz deyman. Bunda qatdim. Yo, bunda aka. Teshilib ketibdi-yu. Bir marta o'sirganman bo'ldi. Bir marta. Bir marta yorib yuborgansiz-da, shunaqa. Ha, okey. Qancha do'st buni aka? Teshigi bor ekan. Endi nima nech pul? Qimmat olib qolamiz endi bunaqa sostenidagisi emasda. Nech pul aka, mana ayting. 100 beraman aka bunga. Yo'q, aka, 100 ga vaqt berilmaydi. Qancha do'st buni aka? Qarasangiz teshilyapti-ku. 250 bering. Aka, bu realniy mana bir marta o'xshamayapti-da aka bu. Aka, realniy bir marta o'stirganman bo'ldi. 100 bo'lsa olib qolaman aka, menga urilmagan, bunaqa deganingizga kelib o'tiribman aka. 100 mi bering? Rozi bo'lasizmi 100 ga? Mana paketi ham aka sizga Tommydan. Aka, paketi. Bir solingiz. Yana tekshirib olaman aka. Bemalol aka, kiyib chiqsa. O'vanetga o'tib kiyib ko'ring.